Uy sharoitida gazellar ramasini cho'zishga o'rgatib qo'yaman. Marshrutga bo'ladimi, standart 3 metrlik gazel bo'ladimi, farqi yo'q. Ketadigan material bir xil. Xo'p, usilitrimiz. Usilitrimiz eng uzunlik 2,5 metrdan kesiladi. Qalinligi 4. Xo'p. Udunitel endi. Udunitelni uzunligi 1.90 bo'ladi bu yerda. Buni ham qalinligi 4. Eslatib o'taman, ramani o'zi 3.7 qalinligi. Usila bilan udunitel ramadan qalin. Kamroq yordamlashib qo'yamiz. Chiqargan. Simdan chiqazor. Xo'p, uy sharoitida bo'lgandan keyin обязательно koloniy bolt qo'yinglar. Ishonaveringlar, necha yildan beri nechta mashina cho'zgan bo'lsam, koloniy bolt evakuatorda ham yuribdi, evakuator kara tashiydiganda yuribdi, hali koloniy bolt parod qilgan yo'q. Qo'yayotgan paytda ana grover shayba, oddiy shayba vashi kerak emas. Mana bu qattiq metalli ko'tida o'zini zyo'zchasi bor, gaykadan qo'yasizlar, ham shaybasi bor, ham grover vazifasini bajarib beradi. Kamera. Qo'shtir. Siqilgan, tushirilgan hisobiga go'da teshigi sig'may qoladi. O'sha paytda ozgina kaltaklab olish kerak akasi qani. Bo'ldi. Endi xo'p, operator bu yoqdan o'tingda. 12 razmerdagi, qalinlikdagi bolt bu. Обязательно birinchi M6 ga teshib olinglar. Sraz birdaniga 12 ga teshaman desanglar qiynab oladi, chunki oson emas, birdaniga katta silovda 12 sm teshib o'tib ketish. Kamron, men qo'ygan joyi borki, hammasiga gayka burab chiqir. Gayka burab chiqir, men qo'ygan joylarga. Xo'p, bolalar paket tortib chiqishguncha endi ko'tida xo'p, ko'p joyda nima deydi? Mana shu ko'tini o'ziga ulashadi, bu yoqqa kusok usuliga qo'yishadi. Men unaqa qilmayman. Bu usullar chiqarib tashaladi. Chiqarib tashalgandan keyin ko'tidan tiqiladigan usullar dakansa oxirigacha mana mashgacha keladi. Shu bilan mana mashdan boshlab to eng oxirgi to'chigacha 2 qavat bo'lib ketaveradi. Kuzatib turinglar, buni ham o'rgatib qo'yaman.